Xullas, bugun sal kechroq turdim. 6:24 shunaqa. Hozir birinchi dushga qabul qilib chiqib, keyin kitob o'qiyman bugun. Xullas, bugun sal kech turdim. Sababi ertalab yana dangasalik tutyapti. Ikkinchi kunda. O'shani yengishmasa deb nima qildim? Harakat qilib baribir turdim. Bu tushishni nimaga ertalabga qo'ydim? Chunki boshchi chiqib ketishimdan oldin yuvdim kecha. Shunga xato qildim. Xatolar tuzatilishi uchun qilinadi. Yana qilinishi uchun emas. Xullas, o'shada to'g'rilab, ertalabdan tush qabul qilib, sal trezi bo'lib kitob o'qiyman. Bugun 20-dekabr 2025-yil. Bugun shanba bo'lgani uchun o'qishga boryapman. Oxirigacha ko'rsanglar tushunasizlar. Xullas, shunaqa joyini o'qib qoldim. Baxt so'zi juda baxtli va g'oyat qayg'uli vaqtimizdagi yaxshi va yomon voqealarga moslashish jarayonidagi tebranishlar hisoblanadi. Shu baxt. Inson yugurish sur'atini yugurish yo'lakchasi tezligiga qarab sozlaganidek, ruhiy dunyomiz ham boshdan kechirgan voqealarga moslashgan holda tizimli ishlaydi. Tushunasizlar, siz 100 metrga yugurmoqchisiz, tezligingizni o'shanga qarab ko'tarasiz. Nechadir kilometrga qarab yugurmoqchisiz, o'shanga qarab uchirasiz. Ruhiy dunyomiz ham dotdi, bizani shunday boshimizdan kechirgan dotdi. O'sana kecha urushdingiz, boshqa qildingiz yoki siqilyapsiz, o'shalardan kelib chiqqan holatda ruhiy dunyoyingiz ham moslashib oladi-da, o'shanaqa ishlar boraveradi. Ya'ni siz har kuni siqilyapsizmi, demak, u ham siqiltiraveradi siz. Chunki moslashib oladi. Shunaqa demoqchi. Mana tushunishim bo'yicha. Sizlar nima deysizlar? Xohlasanglar kommentariyada fikringizni bildiringlar. Men xato qilgan bo'lishim mumkin. Baxt bo'yicha tadqiqotlar olib borgan birikma va Campbell tomonidan kiritilgan tushuncha. Birikma dastlab lotereya yutib olgan jamoa bilan keyin hayotining ma'lum bir bosqichida jiddiy kasallik yoki yo'qotishni boshdan o'tkazgan insonlar guruhi bilan ishlagan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, lotereyada yutgan ham yoki kimnidir yo'qotgan ham ma'lum bir oy yoki kunlardan keyin yana eski holatiga qaytishgan. Hammasi, baxtli inson ham, baxtsiz inson ham. Tadqiqot natijalariga ko'ra, insonning hissiy tizimi hayotdagi ba'zi o'zgarishlarga qisqa muddatli reaksiya ko'rsatsa-da, aslida doimiy mavjud bo'lgan hayot sharoitlariga moslashib bo'ladi. Siz o'sha reaksiya qilasiz, masalan, kimdir sizga chiroylidek ko'rindi, hayotingizga baxt olib keldi, qiz temasini aytaman hozir. Siz o'sha yerda baxtli his qilasiz o'zingizni, o'sha vaqtda o'zida. Bu narsa uzoq bormaydi, kamida bir nechadir oy bo'ladi. Keyin o'zingiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, eski holatingizga qaytasiz. Bo'ladi 100%. Shuni bitta o'zingizlar eslab ko'ringlar, bu gaplashgan bo'lsanglar. Xullas, hozir bu kitob 56-sahifasigacha keldim. 7:30 bo'ldi soat. Nonushtaqa. Keyin ishga ketiladi. Joylarni hissa qo'yaverarman. Hozir avtobus kutamiz, sinfda. Xohlasa keyin uchuvga keraklar 9:30gacha o'tishda bo'ladi. Bundan soat 9:17. Ofisga keldim. Yaxshi. Sal ertaroq keldim. Xullas, bugungi qiladigan ishim motor plan tuzishim kerak va klientga hozir 9:30da qilsam, 5da qilib qo'ygan bo'laman. Shu sababdan 10gacha va 4da qilishim kerak. Xullas, o'sha belgilangan vaqtgacha 10gacha men kommersiy video bo'ladi, kommersiy albom 2ta bo'ladi. Yana ikkitasi trend bo'lishi mumkin. Endi unisini klient bilan gaplashaman. Men kommersiysini o'zim tuzmoqchiman. Ungacha o'sha telefon qo'ygunimcha. Shu sababdan hozir kommersiy qilishni boshlaymiz. Hamma ko'chiradi, copyright qiladi. Men o'zimdan zerikdim. Klient xohlaydi 25% boshlang'ich to'lov bo'ladi. Uni qilmanglar, naqdga sotib olishsin deyshadi. O'shanga naqdni
ya'ni naqdga qaratilgan video idea qilish kerak tekst. Soat 10:47 va уже ikkita kommersiy video tayyorlab qo'ydim. Hozir klient bilan gaplashsam qiziq voqea bo'ldi. Endi SMM menejerlar menimcha hammasini orzusi bu narsa. Klient sizga ishonib qo'yishi, ya'ni просто sizga hamma narsani topshirib qo'yadi. U mazza qilib ishlaysiz. O'sha holatda именно SMM menejer emas, любой kasbdagi odamni xohishi shunaqa bo'ladi. Ular hozir obedga kelgandim. Zakaz ko'p ekan. Juda bir 40 minutimiz oldi. Yancha ko'chada qor yog'moqda. Shunaqa 40 minut vaqtim bor ketdi. Yo'q hozir. Hali ham tayyor bo'lmadi. O'shga borgunimcha 2 bo'ladi. Demak, obed vaqtim yana cho'ziladi. Shunaqa planlar yana o'zgarishi mumkin. Bu rostmi? Hayotda hamma narsa so'ylagandek bo'lavermaydi. Hayot haqiqati. Soat 3:18. Bunday planlar o'zgarib ketdi. Ikkita proyektimga vaqt ajrata olmadim bugun. Shu sababli ertaga kelib turib, shu planlarimni to'g'rilab ketaman. Xudo xolasa ertaga ham 4 ga boradi. Obloshkani qilib bo'ldim. Endi montajga boshlaymiz. Shunaqa yaqinlar. Dedi endi montaj ham kamida 1 soat ketadi. Kamida. Chunki ertalabdan turib montaj o'rnini qilganman. Soat 7:42 va montaj qilayotgan vaqtimni qo'ydim. Uyatda bu, uyat. Boshqa qiynaldim-da. Bu safargi video 23 minutlik bo'lgan. Montajda zagruzka bo'lish qiyinlashdi, boshqa bo'ldi. Plan teskariga o'girilib ketdi. Bash montajida. Tangi planlarimni, masalaga bugungilarni qo'shib yozadigan bo'laman. Video zo'r chiqdi ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ikkinchi vlog, ikkinchi post bo'lsa, birinchisini bitta ko'ringlar, bomba chiqqanligiga ishonaveringlar. Montajini qiynalib qildim. Oddiy montaj, lekin qiyin bo'ldi. Ishda boshqa qilib oddiy qaramadim-da. Montajlarimni tugatdim, ishlarimni hozir ofisdagina tugatdim. 9 bo'ldi soat, yo'q. Mana shunaqa tabiatga qarab turibman. Qor yog'yapti. Bitta eng qizig'i kollej o'qiyman. Montaj qilib, post joylab, endi hozir boshqa ishlarimni ham hal qilib, ertaga ham xudo xolasa kezam kerak. Bilmadim. Hozir biroz tabiatdan bahramand bo'laman, sekin ketaman. Uyga qarab. Ofisdan hozir 21:16 chiqdim va hozir katta qo'ymoqda. Xudo xolasa 10 gacha yetib borsam kerak. Videolarim o'sha asosan o'sha podkastlarimni ko'rsataman. Bu yog'iga o'sha podkastlarim orasiga qisqa shunaqa vlog oladigan vloglarimni qo'shaman deb, keyin 1-2 kunda qo'yib yuboraman. O'sha planiga qo'shib yuboraman. Bundan soat 4 minut o'tdi va men avtobusdan tushdim. 1 soat umrim yo'lda ketdi. Qoyilmisizlar. Hayotda bekorchi narsalarga sarflamaslikka harakat qilasan-u, lekin hayot shunaqa vaqtni foydasiz kuchlarga sarflab qo'yishingga sababchi bo'lib qoladi. Shunaqa, lekin bir hikmati bordir. Balki bordir. Mayli, yaxshiligiga yo'yish kerak hamma narsani, albatta. Lekin tungi Toshkent boshqacha bo'ladi hozirgi holatda. Xullas soat rovna 11 bo'ldi va men hozir ertangi planimni tuzib chiqdim. Bitta ammo ertaga yakshanba bo'lishiga qaramasdan ofisga borishga qaror qildim. Sababi bugun kamida bir 5 ta yoki 6 ta rejamdan ortda qoldim. 5 tasini qila olmadim umuman bugun. Va o'shani hisobiga ertaga uni qilaman. Qilamiz. Soat 11 dan amallab ertaga по-любому plan bo'yicha harakat qilaman qilishga. Unaqa ketmasligi ham mumkin.